chiqib olib aytasiz. Ha, qonun ustuvor, jazo muqarrar deysiz. Qonun. Ayting hurmatli Shavkat Miromonovich. 4 ta odam to'da bo'lsa ot tashlaysiz. Qo'lingizda qurol bor sizning. Haq-huquqni himoya qilaman deb chiqsa. Endi mana agar bizlarda mana kecha odamlar aytayapti, birigib to'da bo'lib boraylik. Men aytdim, ot tashlaylik, ularda qurol bor. Ha, bizning ustimizda Xudo bor dedim. Mana o'zingiz isbotini ko'rdingiz, ko'rib kechirib keldingiz. Alloh bir baloni jo'natdi. Mana koronavirusdan nechta odamingiz o'lib ketdi. Germanga bor davlat ham bo'lmadi. Alloh shu qarab turibdi. Shunday baloy qazolardan jo'natadi Xudo xolasa. Hammasi qirilib ketadi bularingizning. Bir tinchlik bersin, qonun bilan ishlasin. Aydor bo'lsa olib borib qolmasin. Men qamoqxonasidan, boshqa xonasidan qo'rqadigan joyim yo'q, tugaganman. O'tirsam joyimdan tura olmayman. Ko'zlarim ko'rmay qoldi, sahrim tushmayapti. Ondan keyin men aytdim, viloyatga iltimos qilib